Erkin Vohidov aytgan ekanlar. Zamon tez, fursat oz. Har lahza ziqdir. Har lahza ziqligi bilan qiziqdir. Hayot nedir qabri tosh aro, ikki sana o'rtasidagi qisqa chiziqdir deb. Akalar, umrimiz o'zi 60-70 yilda umumiy hisobda. O'zi yarmini yashab bo'ldik. Qisqa umrda ham muncha g'iybat, muncha bo'xton, bir inson ko'tarilayotgan paytda shu oyog'idan ushlab pastga tortib, har xil gaplarni gapirib, akalar shu narsalardan charchab ketganimdan Amerikaga kelib shulardan qutulaman deb o'ylagan edimda. Endi yaqin inson bo'lgandan keyin ulardan qutulish qiyin-da. G'iybat qiladigan, bizani orqamizdan gapiradigan insonlarga umumiy bitta baribir javob aytib ketay. Chunki haligacha akalar shu sassiq yotibdi-da. Bu hikoya so'ngida hammamiz tuproqqa qorishamiz. Bizni g'iybat qilganlar inshaalloh mahsharda ko'rishamiz. O'singlar, charchamanglar shu